Qara, darrov sog'indi. Ketma-ket signal chalyapti. Shoshma, senga u narsa beray, o'zing bilan olib ketasan, xo'pmi? Buvijon, bobom nimadir dedimi? Nikoh qachon o'qitiladi? Lekin er-xotin bo'lish uchun to'yni kutamiz. Hozir ketyapman. Keling, sizga kim kerak edi? Zubeyda opa, meni tanimadingizmi? Shoshma, mabodo Yaqubbeylarning kelini Gulperi emasmisan? Ke kelinim ke. Tortinma, qayerlarda yuribsan? Rahmat. Ovora qildim, Nihal, o'zim olardim. Ovorasi bor ekanmi? Endi bir qo'lga ham o'rganib qoldim. Eshitdik, bolalarni olibsan. Sendan keyin Tashkina larzaga keldi, lekin nega qaytib kelding? Shuni tushunmayapman. Menga yordamingiz kerak. Ali Badriyani olib qochdi. Isbotlay olmayapman. Unga nimadir bo'ladimi deb juda qo'rqyapman. Shunga o'tinib keldim. Nihal, iltimos menga yordam ber. To'g'ri, Ali umrini xazon qildi, seni ne ahvollarga solmadi, bilaman. So'rayotganim ham oson ish emas, lekin iltimos yordam ber. Senga qanday yordam beradi? O'sha battol qizimni qo'lini urib sindirdi. Qo'y Gulperi, bizni bunga aralashtirma. Boshimizdan bir falokat arida uni ham, o'z qizingni ham yana baloga duchor qilma. Nihal, senga ona sifatida yolboraman. Yur birga hokimning yoniga boraylik. Ali senga nimalar qilganini aytib berasan. U bizga yordam beradi. Shu bilan Alining qilmishlari jazosiz qolmaydi. Badriyani ham qutqargan bo'lamiz. Odamgarchilik qilib uyimizga kiritdik. Bunga pushaymon qildirma. Qizimni shuncha xo'rlangani yetar. Kuching yetsa Ali bilan o'zing olish. Qani xonim, uyimdan chiq. Nihal, biz Alini to'xtatmasak senga o'xshagan, Badriyaga o'xshagan yana qancha qizlarni qon qaqshatadi. Nihal, iltimos. Chiq deyapman. Nihal, iltimos. Birdan bo'lsak kuchli bo'lamiz. Qani ket. Chiqa qol. Qani ket. Nihal, chiq deyapman. Baloni boshqa Nihal, joydan iltimos yordam ber. Chiq. Nihal, iltimos o'ylab ko'r. Nihal, yordam ber. Boshqa bunday iltimos bilan kelma. Zubeyda opa. Nihal, keta qol. Zubeyda opa, insof qiling, siz ham onasiz. Sukut saqlashingizdan hech kimga foyda yo'q. Zubeyda opa, yolboraman. Narigi tomon ko'rinadimi? Ko'rfaz frutchalik keladimi? Voy, frut nima bo'pti, Zilish? Undan ham ketdi. Biram maftunkor, ko'rgan zahoti ko'z uzolmay qolasan. Uylarni aytmaysanmi? Marjondek tizilgan, derazalari katta. Ertalab tur, yuz qo'lingni dengiz suvida yuv, shunda armoning qolmaydi deysiz-da, a? Ha, shunaqa deyapman. Biz ham bu uyni yangi qurdirdik. Badriyam, qalay? Ozroq kichkina ekan. Ko'nglimiz keng, gulim. Qani ichkariga kiringlar.
Menga qara. Sizlar avval kiyimlarni almashtiring. Xizmatchilarga ko'katlar aytgandim. Oshxonani ham to'ldirib qo'yinglar degandim. Bitta salat qilinglar, xo'pmi? Muzlatgichga muz ham solishgan bo'lsa kerak. Unutishgan bo'lsa o'zing sol. Men ungacha o't qo'yib turaman. Qani bo'linglar. Lekin ichish yo'q, og'a. Shunaqami? Ha? Tergamagan sen qoluvding. Jinqarcha. Qani g'izilla, bo'l. Men keldim, daraga chiqdimi? Yo'q, boradigan hamma joydan qidirdim. Dugonalaridan ham so'radim. Bo'pti, hozir boraman. Topamiz, xavotir olma. Xush kelibsiz, Qadirbey. Qani tezroq hayda. Xo'p, mayli. Hoy, opa. Xonim afandi, yaqinlashmang. Bo'ldi. Bezovta qilganim uchun aybga buyurmang. Faqat 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Xudo xayringizni bersin. Xonim afandi, nima gap bo'lsa? Qizimni hayoti xavf ostida. Men Yakub Tashkinning keliniman. Ya'ni sobiq kelini. Yaqinda qamoqxonadan chiqdim. Sud qarori bilan kecha bolalarimni ulardan oldim. Lekin u sherigi bilan qizimni tortib oldi. Qizimni o'g'irlab ketdi. Bu qanday bo'ldi? Qizim hali juda kichkina, voyaga yetmagan. Uni erga berishmoqchi. Politsiya ham topolmayapti. Kech bo'lmasidan uni topishim kerak. Yakub Tashkin qizimni o'zining jiyaniga o'g'irlattirdi. Aliga. U Sulaymon Tashkinning o'g'li Alimi? Ha. Ali usiz ham avval unashtirilgandi. Qizni urib, so'kib, mayib qilgan. Qizim ham shu ahvolga tushadimi deb yuragim qinidan chiqay deyapti. Yolboraman. Iltimos, qizimni Alining qo'lidan qutqaring. Afandim. Ismingizni ayting. Gulperi. Quloq soling Gulperi xonim. Siz aytgan odamlar shahrimizning ko'zga ko'ringan vakillari. Ayblovlaringiz juda og'ir. Bundan avval politsiyaga boribsiz, lekin isbot uchun birorta guvoh ham topolmabsiz. Siz qizimni olib qochdi deyotgan Ali esa kecha qahvaxonada bo'lgan ekan. Bunaqa unashtiruv haqida hech narsa eshitmadik. Sizningcha shunday voqeani yashirishlari mumkinmi? Men guvohman, hokim bey. Siz eshitmagan o'sha qallig'i menman. Eshitmadingiz, chunki og'zimni yopishdi. Shu qo'limni mayib bo'lishiga ham sababchi Ali Tashkin. Badriya uni qo'lida bo'lsa, Alloh panohida asrasin. Qarang, qizim shunday zolimni qo'lida. Qayerda ekanligini ham bilmaymiz. Yolboraman, Alloh rizosi uchun qizimni topib bering. Yakub Tashkinga qo'ng'iroq qilinglar, yonimga kelsin. 1 soat ichida qaytib kelaman, shu yerda bo'lsin. Hal qilamiz, xonim afandi, hal qilamiz. Endi ijozatingiz bilan. Qanday kelding? Bilmadim. Birdan o'zimda qandaydir kuchni his qildim, shartta turib kelaverdim. Ota-onam pulini olib meni majburan jim qilishdi. Balki meni bu yerga har kecha zirqirab og'riydigan qo'lim boshlab kelgandir. Boshidan o'tkazmagan bilmaydi. Badriya ham shunday azob chekmasin dedim. Rahmat. Baraka top. Bo'ldi. Tortishib qoldinglarmi? Seni deb ketib qoldi deganing nimasi? O'rtamizda muammo borligini sezib qoldi. Men Filiz bilan dardimni aytib gaplashayotgandim. Nazarimda gaplarimni eshitib qoldi. Filizga nima deding? Nima derdim? Men ruhshunosga olib borganingni aytdim. U yerda nimalar bo'lganini aytayotgandim.
Mayli, buni keyin gaplashamiz. Hozir Artemisni topishimiz kerak. Qanday topamiz? Hech qayerda yo'q deyapman. Shoshma. Mahkamadagi Ziya og'aga qo'ng'iroq qilaman. Ha, og'a, shoshilinch yordamingiz kerak. Artemis uydan chiqib ketibdi. Hech qayerdan topa olmayapmiz. Xo'p. Og'a, kutaman. Qayoqqa? Sen shu yerda bo'l, balki kelib qolar. Men borib o'qishidan qidiraman. Balki o'sha yerga ketgandir. Yoki kimdir nimanidir bilar. Ol kelim Gaziantep yo'lida Bo'ldi qil. Nimadir bo'ldimi? Narsalaringni yig'ishtir. Tinchlikmi? Oyini ko'rgani bormoqchi eding-ku. Ha? Mayli bor. Mashina tayyor. 2 kun uyingda turib kel. Rostdanmi? Fidan, qani bo'la qol. Aynib qolishim ham mumkin. Xo'p, shu yerni to'g'rilab qo'y. Mayli, to'g'rila. Agar chinakam ona bo'lsa, bolalarni ko'ngliga qarardi. Gaplariga quloq solardi. To'g'rimi? Bolalar shu yerda baxtli. Hamma o'zini haq deb biladi, qizim. Boshqa ufq ko'rinmaguncha dunyoni oxiri o'sha yerda po'laysan. Onasi ularni quchib erkalasa, bolam deb ko'zlariga termilsa, ne bersa, senga ham menga ham qiyoq boqishmasida. Qancha qalampirni uvol qilding. Qizim, ozroq onangga ham tort, epchilroq bo'l. Hay, tinchlikmi kelin? Kim qayoqqa ketyapti? Senga aytyapman, qizim, qayoqqa ketyapsan? Ejder aytdi, 2 kunga dedi, ket dedi, u aytdi. Yaxshi aytsa aytgandir, lekin qayoqqa? Bor oyingni ko'rib kel dedi. O'zi aytdi, men hech narsa demadim. Chin so'zim, hatto so'ramadim. Ey, ket desa ketaverasanmi? Fatma, qo'y. Ketaversan. Serdar, Fidanni sen tashlab kel. O'g'lim, bu qanaqa o'yin bo'ldi? Shunchaki o'yin, bobo. Lekin eng zo'ri, hamma o'ynaydi. Qarang, men ham uy quryapman. Uy quryapsanmi? Ha. O'g'lim, seni tog'u dashtga olib ketay. Yaxshisi tosh ustiga tosh qo'y. Bu qanaqa o'yin bo'ldi? Bir bema'nilik-ku. Lekin u yoqda zombi yo'q-da. Nima bi? Zombi. Zombi? Tavba, tavba. Qo'lingizni o'pay ota. Tez borib kel, qizim. Mayli, yaxshi bor. Xo'p. Menga aytadigan gapingiz yo'qmi, deyim? Bor. Yo'q bo'lar ekanmi? Har narsaga burningni tiqaverma, xotin. Ishingni qil. Og'am. Ijozat berasizmi, og'am? Tinchlikmi besal? Orqangdan it quvlayaptimi? Noxush xabar bor, Yakub og'am. Gulperi hokimga boribdi. Yoniga Alining sobiq qallig'i cho'loq Nixalni ham olgan. Hammasini aytishgan. Hokim ham Yakub bey huzurimga kelsin deya xabar jo'natibdi. Yaramas Gulperi. Yaramas. Men ham seni itdek xor qilib yana shu uyga olib kelmasammi? Bir qultum suv ber, ozroq kunduzini ko'ray deb yolbormasang, Yakub ismimni boshqa qo'yaman. Manjalaqi. Yaxshi. Orqada boshing chayqalsa, yonimga ham o'tirsang bo'ladi, Fidan. Jim, eshitib qolishadi. Bu yerda yolg'izmiz. Qanaqasiga eshitsin? Qolaversa, sen meni yorim emasmiding? Faqat meni sevmaganmiding? Shunaqa-ku. Lekin bo'lmaydi, Serdar. Biz xohlasak ham ko'rib turibsan. Peshonaga yozilgani shu ekan.
Qizlar savollar juda Suv. qiyin ekan, to'g'rimi? Suv. Men ham aytmoqchimni aytaman. Mayli qizlar, ertaga hayr ko'rishguncha. Artidan xabar bormi? Men ham shuni so'ramoqchi edim. Qani paydo bo'lsin, naq o'ldiraman. Bor zahrimni sochaman demoqchi edim. Butun o'qishdan surishtirdim, hech kim ko'rmabdi. Suv. Bir bola bor edi, bir paytlar yoqtirib qolgandi. Ismi nima edi? Aslan, eski tanishimi? Ha, o'sha. Uni qayerdan topsam bo'ladi? Undan arazlab qolgandi. Yana bilib bo'lmaydi. O'sha yerda bo'lishi ham mumkin. Manzilini yoddan bilmayman, lekin ko'rsata olaman. Yaxshi. Uyingdagilarga aytib qo'y, keyin ketamiz. Yo'q, kechasi birgacha bormasam ham hech kim sezmaydi. Xush kelibsiz, afandim. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz, Yaqubbek. Ichkaridaman. Xonasida Yaqubbek, sizni kutyapti. Xush kelibsiz, Yaqubbek. Xush kelibsiz. Sizni ham ovora qildim. Marhamat. Hayot shuda. Bugun men, ertaga siz. Nima ichasiz? Yeb ichgani kelmadim. Nima gapingiz bo'lsa ayting, men eshitay. Qani? Faqat meni emas, tashkinan sizni qattiq hurmat qiladi. Ismingiz og'izdan tushmaydi. Lekin bugun yonimga bir ayol keldi. Sizni aytib qizimni olib qochdi dedi. Hammamiz shoshib qoldik. Siz ham shuncha yillik do'stligimiz, tanishligimizga qaramay unga ishondingiz, shundaymi? Nima ham derdim, ming afsus. Yaqubbek, unaqa emas deng, men ishonay. Ko'nglimdan shu kechdi xolos. O'g'irlab ketdi deyotgan qiz, rahmatli, bolamdan yodgor qolgan nabiram. Tola sochiga zarar yetsa, yuragim chokidan so'kiladi. Yuzim ma'yus tortsa, mening dilim xufton bo'ladi. Siz hali yoshsiz, bilmaysiz. Danagidan mag'zi shirin ekan. Erkak zoti bola isini nabirasida biladi deyishardi. Kulsa kulasan, yig'lasa yig'laysan. Gulperi ham onasi. Bugun bizni o'ylantirib qo'ydi. Yonida nogiron bir qiz. Balki anglashilmovchilik bo'lgandir, balki yolg'ondir, tuhmatdir, bilmayman. Lekin bugun haqligingizni, ulug'ligingizni ko'rsatadigan payt, Yaqubbek. Shu muammoni hal qiling. Men ham qo'lingizni o'pay. Xayrli kun, Yaqubbek. Rahmat. Arzimaydi. Yaqubbek, nima qilyapsiz? Sen kimsan? Aralashmaydi. Sen kimsan? Qonimga tashla qilding-ku. Qo'y boring. Sen kimsan o'zi? Tegmang. Qo'y boring Sen meni. kimsanki meni sharmanda qilyapsan? Qo'y boring. Seni kelin qilguncha itni kelin qilsam bo'lmasmidi? Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Meni qo'y boring. Qo'y boring. Tur shu yerda qimirlamay. Sen kimsan o'zi?
Sen kimsanki ustimdan hokimga shikoyat Yordam qilsang? bering. Shuncha yil nonimni yeb, Qo'yib yuboring. endi tuzlig'imga tupuryapsanmi? Iltimos, O'cha. yordam bering. Qo'yib yuboring. Meni qo'yib yuboring. Yordam bering, iltimos. Hech ham qulog'ingga gap kirmadi-ya. Yakub Tashkin kimligini hali ham bilib olmadingmi? Manjalaqa. Sen deb bolamni ko'mdim. O'ldirib qo'yadi. O'zimni shuvut qilding. Endi o'zingdan ko'r. Sharmanda. Mana senga. O'lguningcha esingdan qolmayman Gulperi. Barmog'ingga zirabcha sanchilsa ham, ko'zingga chang kirsa ham mendan ko'r. Yordam beringlar. Hozir keling. Tez yordam chaqirish kerak. Mana shu ro'paradagi uy. To'g'ridagimi? Ha. Keling, kim kerak edi? Aslan Yilmazning yoniga kelgandik. Yaxshi, o'tishingiz mumkin. Qaysi biri? Ikkinchisi edi shekilli. Aslan senmisan? Siz kimsiz? Artemis shu yerdami? Kim dedingiz? O'g'lim ota-onang uyda yo'qmi? Bu yoqqa o't. O'zim qarayman. Kim bor? Kimdir bormi? Artemis! 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 Oğlum aytsangchi, Artemis shu yerdami? Artemis! Qizim. Yaxshimisan qizim? Yaxshimisan yagonam? Nima bo'ldi qizim? Gapirsang-chi. Nega bunday qilding? Nima bo'ldi? Gapir. Yaxshimisan yagonam? Nimadir desang-chi. Esimiz chiqib ketdi. Senga nimadir bo'ldimi deb juda qo'rqdik. Oying juda qo'rqdi. Qani gapir. Rostdan oyimni tashlab ketdingizmi? Ajrashyapsizlarmi? Shuning uchun ruhshunosga bordinglarmi? Oyimni ko'ndirish uchun olib bordingizmi? Oyimni aldadingizmi? Nimadir desangizchi ota, oyimni aldadingizmi? Ajrashasizlarmi? Yo'q, hech ham unaqa emas. Bunday gap yo'q yagonam. Seni shuncha qiynaganim uchun uzr so'rayman. Yuragingni tilka pora qilganim uchun meni kechir qizalog'im. Ajrashmaymiz. Hech qachon bunday bo'lmaydi. Quloq sol, senga bir narsani aytib beraman. Bobong haqida. Avval hech ham aytib bermaganman buni. Sendan ham yosh paytlarim edi. Bobong, ya'ni otam bizni tashlab ketdi. Otamni bozorda do'koni bor edi. Sen uni hech qachon ko'rmagansan. Qorong'i tunlardan birida qo'lida jomadon bilan ketib qoldi. Ammang, amaking o'sha paytlar juda kichkina edi. Men sal kattaroq edim. To'xtatib qolaman deb o'yladim. Yig'lama qizim.
Quloq sol. Oyog'iga yopishib ketmang ota. Ketmang ota. Bunday qilmang. Qo'ying ota. Oyimni tashlab ketmang. Bizni tashlab ketmang. deya yolvordim. Meni otam ancha joygacha sudrab ketdi. To'xtata olmadim. Kuchim yetmadi. Ketib qoldi. Bozorning qoq o'rtasida meni tashlab ketdi. Mo'ltirab qolaverdik. Oyim bilan, ukalarim bilan. O'ksib qoldik. Ko'nglimiz yarim bo'ldi. Men ham sendek kullab yig'ladim. Tinimsiz yosh to'kdim. Hech kim bilan gaplashmadim. Ovqat yemadim. Nima qilardim bilasanmi? Har kecha boshimga yostiqni mahkam bosib, ey Xudo, yolvoraman, bu tush bo'lsin, yolvoraman, tush bo'lsin deya iltijo qilardim. Yaratgan egamga yolvorardim. Lekin hech narsa o'zgarmadi. Yetimdek bo'zlab qoldik. Yolg'iz o'zimiz. Keyin nima bo'ldi? Keyin nima bo'lganini bilasanmi? Ha? Oyingni uchratdim. Oying bilan turmush qurishga qaror qildik. To'ydan avval aytgancha senga sirrimni ochyapman. Buni hech kim bilmaydi, xo'pmi? O'rtamizda qolsin. To'ydan avval o'zimga shunday dedim. Bir kun seni ham bir qizing bo'lsa, bir farzanding bo'lsa, shunday jingalak sochli, sepkilli, go'zal qizalog'ing bo'lsa, zinhor dedim. Zinhor unga sen chekkan bu azobning misqolini ham ravo ko'rmaysan dedim. O'zimning qizalog'im. Toki tirik ekanman, oilamiz zavol topmaydi. Uyimizdan oying ham, men ham ketmaymiz. Gapimga ishon. Qo'y. Yuragingga vahima solgan bu o'ylarni unut. Senga so'z beraman. Chin so'zim. O'zimni go'zalim. Qo'rqma, qo'rqma. Dilbandim mening. Qarab yuborasizmi? Eshitaman. Meni advokat Xonim afandi. Xonim afandi. Sizga nima bo'ldi? Tinchlikmi? Xonim afandi. Voy, hushidan ketib qoldi. Voy, nima bo'ldi? Kasal ekanmi? Bilmadik, birdan yiqilib tushdi. Xonim afandi. Do'pposlashganga o'xshaydi. Xonim afandi, meni eshityapsizmi? Tez yordam chaqirish kerak. Xonim afandi. Hozir qo'ng'iroq qilaman. Chetroq turinglar, yo'l beringlar. Iltimos, xalaqit bermanglar. Mehmet, kim ekan bildingmi? Yakub og'a bozorda boshqalarga ibrat bo'lsin deb urdi deyishyapti. Kelin ekan. Rahmatli to'ng'ich o'g'lini ayol.
Ichki qon ketishi to'xtamayapti. Suyuqlik jo'natishni davom ettiramiz. Dorilarning miqdorini o'zgartirdim. Hamshiraga aytib qo'ying. Xo'p bo'ladi, doktor. Qon quyish uchun 3-guruh qon so'rang. Yaqinlari bilan bog'lanishsa, bir necha kun jonlantirish bo'limida qolishni ayting. Xo'p bo'ladi, tushundim. Boyadan beri seni chaqiramiz. Bu yerda nima qilyapsan? Oyim qayerda? Qanaqa oyi? Oyim qayerda? Qorong'i tushsa ham kelmadi. Puli ham yo'q edi. Qayerda qoladi? Och qolmaydimi? Qo'y uni. Qayerda bo'lsa o'sha yerda. Oying senga qo'ng'iroq qildimi? Qilmadi. 6 oylab Istanbulda daydib yurdi. Biror marta keldimi? Kelmadi. Seni o'ylamaganman. Sen ham o'ylama, ukajon. Xo'p, opamchi. U qayerda? U ham kelmadi hali. Bu yoqqa kel. 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 Quloq sol Arsonim. Sen mening qondoshimsan. Qondosh kimligini bilasanmi? Bilmayman. Qondosh yaxshi kunda ham, yomon kunda ham birga bo'ladigan odam. Masalan, ikkimiz xuddi bir-birini qo'riqlaydigan askarlardekmiz. Bir-birimiz uchun har narsada javobgarmiz. Sen ham menga aynan shunday omonatsan. Seni kulishingga ham, yig'lashingga ham men javobgarman. Badriya ham shunaqa. To'g'ri, biz opang bilan bir kunda tug'ilganmiz. Lekin men erkakman. Uni ham akasi sanalaman. Sen hech ham xavotir olma. Keyin qiz bola uydan tez ketib qoladi. Kelin bo'ladi. O'z uyi bo'ladi. Kelin bo'lganda opam baxtli yashaydimi? Sen bularni o'ylama, Arsonim. Badriya borgan joyda baxtli bo'ladi. Agar baxtli bo'lmasa, biz ikkimiz Alini og'a-pog'a deb o'tirmay, borib adabini beramiz. Sen umuman qo'rqma. Dunyoning qayerida bo'lsak ham seni tashlab ketmayman. Otamdan qolgan yodgorimsan axir. Bizni tashlab ketmang aka. Otam ketib qoldi. Oyim ham bizni tashlab ketdi. Opam ham ketar ekan. Siz ham ketsangiz men oilasiz qolaman. Odamni yig'latmasang-chi. Xo'pmi? Keyin bilib qo'y. Erkak kishi yig'lasa uni hech kim hurmat qilmaydi. Shuni zinhor unutma. Xo'pmi? Xo'p. Xabarla. Qani? Qadroying kutyapti. Bor, ovqatingni ye.
Alo. Nega go'shagingni ko'tarmayapsan? Qancha qo'ng'iroq qildim, qayerdasan? Yo tavba. Bir zimom tinchlik yo'q ekanda, mana oldim, nima gap? Yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Badriya, quloq sol, jiddiy aytyapman. Seni xafa qilishsa, darrov menga qo'ng'iroq qil. Yoningga uchib boraman. Tushundingmi? Qo'ng'iroq qilaman Hasan, bo'pti. Jon qalay, yaxshimi? Opam qayerda deb ezilyapti. Bolada darrov sog'indi. Men ham sog'indim. Sizni ham. Mayli, hammaga salom ayt. Ali og'amga. Xo'p, aytaman. Artemis, qayerda yuribsan qizim? Qayerda yuribsan? Uzr so'rayman. Xavotirdan o'lay dedim. Nega bunday qilding o'zi? Ha? Qani, pastga tush. Ust-boshingni almashtir, keyin ovqatlanamiz. Xo'p. Qayerda ekan? Qaysi dugonasinikida ekan? Nima dedi? Keyin u yoqqa o'taylik. Ozroq nafas rostlaylik. O'sha yerda gaplashamiz. Kuni bo'yi yig'lagan. Iztirobda qolgan. Rostdan yuragiga o't qo'yding, Sheyma. O'sha o'tni men emas, sen qo'yding. Xiyonat qilgan sensan. Hammasi ajoyib edi. Sen barbod qilding. Men xiyonat qilmadim. Senga xiyonat qilmadim, Sheyma. Lekin buni aytishdan charchab ketdim. Sen esa meni ayblashdan charchamayapsan. Ruhshunosga borayotib, gapimga ishon. Ajrashish yoki seni ajrashishga ko'ndirish niyatim umuman yo'q edi. Men faqat turmushimizni saqlab qolishni xohlayman. Qo'y, o'jarlik qilma. O'sha ruhshunosga boraylik. Biz shundoq ham hech qachon ajrashmaymiz, Qadir. Men ham aksincha demayapman-ku. Fikrimiz bir joydan chiqsa ham bunday tixirlik qilma, iltimos. Ochig'i juda charchadim. Kel, bunga barham beraylik. Ruhshunosga boraman deb so'z ber. Iltimos. Nodon, o'rningda bo'lsam, Tashkinanga o'lsam ham qaytib kelmasdim. Istanbul axir. Hasan, onangga ayt, o'rningga uni olib ketsin. U mening onam emas. Mayli, men ketdim. Voy, albatta, Sibel opa kutayotgandir-da. Opa emas, turshak. Yanga deysan, yanga. Mayli, ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Gafur, pul desang bizda ham bor. Lekin eshiklar faqat unga ochiladi. Seni omading yo'qda. Hasanchi? Hammasi oddiy. Shuni o'ziyoq katta omad.
Emre, aeroportga. Hozir hujjatlaringizni olib kelaman. Senga yomonlik tilamayman. Bolalarimni bering, jim keta qolay. Siz bu yerda nima qilyapsiz? Eshlarga xotin, menga kelin bo'l. Keyin tinch yashaylik. Niyatingiz nima o'zi? Hayvon ekansan, ket.